Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar, yaxshigina yuribsizlarmi? Bugun 9-mart 2026-yil. Kecha 8-mart xotin-qizlar bayrami edi. Shu munosabat bilan o'tib ketgan bo'lsa ham, barcha xotin-qizlarni, onajonlarimni, opa-singillarimni bahor bayrami 8-mart bilan tabriklayman. Ularga uzoq umr tilayman, sihat salomatlik tilayman. Hech qachon yuzlaridan tabassum arimasin. Har doim shu bahor gullaridek ochilib, sochilib yursin. Ro'za oyida ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Ro'za kemasida jannat vodiysi tomon intiladigan dindoshlarim, obunachilarim, erta saharda o'zini shirin uyqusidan uyg'onib, saharlik uchun, bomdod namozi uchun uyg'ongan qalbi pok obunachilarim, dindoshlarim, hammanglarni tutadigan ro'zalar Alloh dargohiga qabul bo'lsin, ilohim. Hammamizni nimaki niyat qilib qiladigan bo'lsak, shu ishlarni hammasi Allohim o'zi ijobat etsin, ilohim dargohiga qabul qilsin hammamizni ro'zalarimizni. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan birgalikda kuxnyamdagi pardamni almashtiraman degandim. Sal cho'zilib qoldi, uzr so'rayman. Tikuvchim ozroq mazalar bo'lmadi, shunga sal cho'zildi anaqasi. Bugun endi tayyor qildik. Manaki bugun emas, endi 2-3 kun bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi sizlarga ko'rsatay degandim pardamni. Endi bilmadim qanday chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana obunachilar, pardamni 1-3 kun bo'lib qoldi. Bayramdan oldin anaqa qilib qo'yay, pardasi turmasin dedimda, bayramdan oldin tutgandim. Mana shuni olib keldim, endi bilmadim. Shu materialni tanladim. Shundoq qilib oddiygina qilib tiktirdim mana shundoq qilib. Mana shu pardamiz. Mana shu parda. Endi bilmadim qanday chiqdi. Bo'ladi, kuxnyaga bo'ladi. Almashtirib ishlataman, yana unisi ham bor. Unisi kir bo'lsa bunisini tutaman, bunisini yuvaman, unisi kir bo'lsa bunisini tutaman. Mana shunday qilib ishlatamiz. Ro'za Ramazonga mablag' qo'yib qo'ygandim. Kechagi bizga hali bayram hali davom etyapti. Mana tort qolganda shirinliklar endi anaqaga ichishadi.
hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi videom tugadi. Sizlarga ko'rsatdim pardalarimni. 8-mart o'tib ketgan bo'lsa ham yana bir bor tabriklayman hamma xotin-qizlarni. Keyingi videolarimni ko'rishguncha xayr, ro'zalar bilan charchamanglar.